Men O'g'iljaran Xaldurdiyeva, O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti Ingliz filologiyasi fakulteti 2-bosqichida davlat granti asosida tahsil olaman. O'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Kaltamnor degan mahallada tug'ilib katta bo'lganman. Bu yosh kitobxon tanlovida g'olib bo'lishimga ham universitetimizning ham alohida o'zining hissasi bor. Chunki birinchi bor qatnashganimda yosh kitobxon tanlovi ro'yxatida o'zi yoshlik jurnali bor. Bu eng boshidan boshlab shu ro'yxatdan o'rin olib keladi va bu jurnalni topish biroz muammo bo'ladi. Ko'pchilik kitobxonlarning orasida hozirda ham mavjud bo'lgan muammo. Chunki unga obuna bo'lish orqali olish mumkin va bundan tashqari sotib olish imkonlari ham yoki pochta orqali yetkazib berish imkonlari ham mavjud. Lekin ko'pincha chetga hududlarda bunday qanday olishni bilishmaydi yo'lni yoki obuna bo'lish bo'yicha muammolar bo'lishi mumkin. Aynan shu yoshlik jurnali katta muammo bo'lardi. Bu yili lekin mana shu katta muammo menda universitet tomonidan yechib berilgan. Chunki universitetimizning o'zining axborot kutubxona markazida yoshlik jurnali barcha sonlarini topa olganman. Kutubxonamiz chunki obuna bo'lgan ekan yoshlik jurnaliga va mana shu jurnalni o'zimiz kutubxonamizda tayyorgarlik ko'rganman. Bu birinchi yordam bo'lsa, ikkinchi yordami ijarada turganman, aytib o'tganda tayyorgarlik jarayonida va 4 ta qiz bitta xonada turganligi tufayli kitob o'qishga imkon va nima deydi, o'zi kitob o'qish uchun bilasiz, tinch joy, sokinlik, umuman muhit, tinchlik juda ham kerak, muhim omil bu va shuning uchun aynan shu taraflama menga universitetimiz yaqindan yordam ko'rsatdi deb aytaman. Chunki kutubxonamiz o'sha tanlov jarayonida 10 oy bo'lsa, necha soatlab kutubxonamizda o'tirganman. Hattoki kutubxonachimiz o'zi 9 da yopiladigan bo'lsa, kutubxona yopiladi hozir, ketishim kerak degan narsani ham aytgan va mana shu 10 oy davomida eng ko'p tanlovga tayyorgarlik ko'rishimdagi eng ko'p vaqtim universitetimizdagi kutubxonada o'tgan. Bundan tashqari mahallamizning o'zida Milliy bank tomonidan ham kutubxona tashkil qilingan. Universitetimizga borish imkoni bo'lmay qolgan holatda mana shu mahalladagi kutubxonada ko'p vaqtimni o'tkazganman va nima desamkin, asosan uyda emas, mana shu kutubxonalarda vaqtim o'tgan. O'zbekiston Milliy kutubxonasiga ham necha marta borib, kitoblarni topish uchun ham borib, unda ham ko'plab tayyorgarlik ko'rganman. Va universitetimizda bu safar tanlovga tayyorgarlik ko'rayotganligimni, qatnashmoqchiligimni e'lon qilish, umuman aytish niyati bo'lmadi menda, chunki oxirida natija chiqargandan keyingina aytsam, bu menda o'rinli bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun buni faqatgina o'zimning ustozim Shahodat Usmonova bilardi va bu ham mening mana shu rejamni ma'qulladi, ya'ni e'lon qilishni oxirgi natija ko'rsatgandan keyinga qoldirishni maqsad qildik. Buning uchun tanlovga tayyorgarlik jarayonida universitet darslariga hech qanday xalal bermasligini reja qildim, maqsad qildim va hech qanday shu paytgacha dars qoldirganim yo'q. Tanlovga tayyorgarlik ko'rish uchun universitet darslaridan voz kechganim yo'q va ayta olaman, universitetimizda juda katta bir imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratib berilgan. Masalan, mana shu kitobxonlik suhbatlari ham, Kitobim yuzi degan loyihaga asoslangan bitta talaba qizimiz, nima deydi, o'sha turli xil hududlardan kelgan talabalar tahsil oladi. Ularning har birining o'ziga xos bir xususiyatlari, iste'dodlari, qobiliyatlari bor va mana universitetimizda shart-sharoitlar borki, o'shalar o'z sohasi bo'yicha o'zining ustalari bo'lyapti, o'zini kashf qila olishyapti turli sohalarda. Faqatgina kitobxonlik yoki sport emas, san'at sohasida ham o'zini ko'rsatib, anchagina yutuqlarga erishgan talabalarimiz ham bor. Masalan, universitet shunga urg'u bermaganda bular o'zlarini ko'rsatishi qiyin bo'lardi, chunki ularga imkoniyat berilsa, ular mana shu o'zlarini ko'rsatisha oladi. Bu taraflama universitetimizdan mana shu jahon tillarida o'qiyotgandan hamisha g'urur, hamisha faxr hissi bo'lgan o'zimda. Va bundan tashqari moddiy rag'batlantirish ham anchagina yo'lga qo'yilgan. Mana shu yutuqqa erishgan yoshlar rag'batlantiriladi o'z o'rnida. Bu rag'batlantirish boshqa yoshlarni ham ko'proq harakat qilishga, o'z ustida ishlab, mana shunday yutuqlarga erishishiga hamisha kuch berib keladi. Rektor stipendiyasi masalan universitetimizda tomonidan tashkil etilgan. Bundan tashqari umuman yurtimizdagi barcha oliy ta'lim muassasalarida tashkil qilingan davlat stipendiyalari, nomdor stipendiyalar ham bor. Bular ham mana shu talabalarga o'z ustida ishlash, o'z sohasining mutaxassisi bo'lish uchun ko'proq mehnat qilish, harakat qilishga chaqiruvchi bir bosh omil, bosh rag'batlar hisoblanadi. Va
Mana Prezidentimiz tomonidan joriy qilingan, o'tgan yil joriy qilingan, ya'ni magistratura talabalari uchun qiz bolalarning barchasiga grant asosida tahsil olish imkoniyati. Bu ham juda katta imkoniyat bo'ldi. Ko'pchilik qizlarda masalan muammo bo'lishi mumkin. O'sha 4 yil o'qigandan keyin yana magistraturani ham kontrakti bu universitetning o'zidan ham, bakalavriatdan ham ancha qimmatroq va qiz bolalarda ko'pincha ikkilanish bo'ladi. Magistratura o'qish yoki shunchaki universitetni bitirgandan keyin ishlash haqida. Darrov masalan moddiy tomonlama kirim bo'lishni xohlashadi. Lekin mana shu Prezidentimizning mana shu yaratib bergan imkoniyatlari ko'pchilik qizlarni magistraturada o'qishga, ya'ni o'zining sohasini keyinchalik ham davom ettirishga imkoniyat yaratib berdi. Demak, mana shu imkoniyatlar ham bundan tashqari nima desa bo'ladi? O'z iste'dodini namoyon qilish uchun qaratilayotgan imkoniyatlar, oltin ovozlar tanlovlari bor va turli xil mukofotlar, kitobxonlarga berilayotgan davlat mukofotlari, kitobxonmish, talabalarga berilayotgan davlat mukofotlari. Mana universitetimizda ham Zulfiya xonim mukofoti sohibi bo'lgan talabalar bor. Boshqa mukofotlarni yoki umuman respublika bosqichida davlat, jahon miqyosida ham katta ko'rsatkichlarni egallagan talabalarimiz ham mavjud. O'sha nima desamkin, talabalar uchun o'zining sohasida qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar o'zining sohasida o'zini ko'rsata olish uchun, kelajakda bir yetuk kadr bo'lish uchun va jamiyatga foydasi tega oladigan shaxslar qilib tarbiyalash uchun universitetlarning, ya'ni oliy ta'lim muassasalarining o'rni juda ham katta va mana shu o'rnini ma'lum bir ma'noda universitetimiz o'rniga qo'yyapti. Umuman faqatgina bizning universitetimiz emas, O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari bugungi kunda o'rniga qo'yyapti. Bunga ham ayniqsa Prezidentimiz tomonidan qaratilayotgan e'tiborning kuchliligi sababchi bo'lyapti deb o'ylayman.